Musofirdagi obunachilarning bir ichini qizdirib qo'yaymi? Mana bunaqa damashni ovqatlar bilan. Men sog'ingansiz, bilaman, aniq bilaman, siz sog'indingiz o'zi. Samarqandga kelib, mana shunday o'zingizni shaxsiy xonadoningizda, mana shunday fayzli oshxonalarda uyda damashni ovqat qilishni. Hech ham xafa bo'lmang. Bugun sizlarga shunaqa fayzli xonadonni ko'rsataman. Albatta shu uyni sotib olsangiz, mana shunday shirin ovqatlarni bu yerda tayyorlaysizlar. Videoni oxirigacha tomosha qilamiz. Do'stlar, ikki xonali uyni ko'ramiz. Bu uyimizning kirish eshigi, kiraverish biroz qarab turibdi, ikki qavatli yosh bolalar uchun. Bu bonusga qoladi. Hol uyimiz razdelni alohida bo'ladi. To'liq ta'mirdan chiqqan, juda ham a'lo darajada saqlangan uyimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli aboylarda, pollar laminat, tagida issiq pol qilingan, do'q-konturni kat yo'l bilan ishlaydi. Va uyimizning balkon qismi. Balkonni qarang, qanday unumli foydalanishgan. Yaxshi garderob shkaf mana shu yerga joylashgan. Derazalar ikki qavatlik, hamma uyda to'pli poldan tashqari radiator ham qo'yib ketishibdi. Zo'r, juda ham zo'r. Bugungi uyimiz o'rtada joylashyapti. Samarqand shahar Marhabo hududi, eshiklari ham MDF, yaxshi eshiklardan bo'ladi. Ikki xona o'rtada 50 kvadrat metr. Mana bu ikkinchi xonamiz. Xohlang buni spalnya qiling, xohlang zal qiling. Ikki xonadan iborat, reshotka qilingan, orqasini qarang, orqasini. Reshotkada bemalol orqada ham joy bor do'stlar. Tapchani qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ikkita eshik bo'lyapti. Bu yerda ham radiator ko'rdim. Patologlar juda ham chiroyli shaklda. Ko'pchilikning orzusi uylarda sanuzillar alohida bo'lsin deydi. Hozir ko'rsatib qo'yamiz. Qarang, to'liq kafilda, suv, gaz, sveta, muammo yo'q. Bu yuvinish xonasi alohida bo'ladi. Endi oshxonaga o'tamiz. Marhamat, ayollarimizni sevimli joylaridan biri. Siz ovqat tayyorlashingiz uchun barcha shart-sharoitlar qilingan va bu yerda o'tirib ovqatlanishingiz ham mumkin. Millicha uslubda. Xo'p, uyda qoladigan narsalar: muzlatgich qoladi, kir yuvish mashinasi qoladi, mikrovolnovka, keyin yana mana bu kullerni olaman dedi xonadon egasi. Shaxsiy buyumlarimni olaman, qolgan narsalar qoladi deyishdi. Do'q-konturni katyolimiz mana shu joyda o'rnatilgan va mana bu eshikni bitta ko'rsating-da. Shuni mashina mana shuga qo'ydingiz-ku, mana shundan kirib chiqdingiz. Ikki tomonlama eshik bor. Ya'ni domni oldida va podest tomonda ham eshik bo'lyapti do'stlar. Mana shu uyimiz sotiladi. 4 qavatli domni birinchi qavatida o'rtada joylashgan, naqd va ipoteka asosida sotib olsangiz bo'ladi. Narxi $45,000 so'ralyapti. Yana ozroq savdosi bor. Qiziqqanlar marhamat telefon qilamiz. Yaqin orada Samarqandga kelib o'z uyingizga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, marhamat tayyor xonadon shuni kirasiz, maza qilib yashaysiz. Hujjatlar tahqiq qilingan, bemalol sotib olish mumkin. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.